Assalomu alaykum qadrdonlar, barchangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Xudo xohlasa bizda navbatdagi loyihamizni Andijonga yuboryapmiz. Loyihamiz tayyor bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Ikkita albom tayyorlab berganmiz. Bittasi mijozimizni o'zlariga, bittasi demak quruvchi usta akalarimiz uchun va bu yerda konstruksiya qismi. Xo'p, loyihamizga bitta baho berib qo'yasizlar. Xudo xohlasa mana shunaqa holatda fasadlarimiz juda ham chiroyli bo'lib chiqyapti. Mana shunaqa holatda joylashgan asosiy bino. Xo'p, undan keyingisi bu ishchi chizmalari, ya'ni qurilishda kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlar berilgan. Ko'rayotganimizdek, planlari, planirovkalari, qayerga qanaqa joylashgan, umumiy razmerlari bilan qatlamam, podushka deymizmi, kerakli hamma ma'lumotlar demak bu yerda berib o'tilgan. Podushka chizmalari. Demak, bu yerda asosiy ishchi chizmasi va bu yerda ko'rishingiz mumkin smeta konstruksiyasi. Bu yerda nima beriladi? Asosan g'isht, nechta g'isht ketadi, qancha armatura ketadi, necha kubi beton ketadi, shular haqida detalli ma'lumot berilgan. Ya'ni qaysi kolonnaga qanaqa armatura qilinishi kerak, shular haqida detalli ma'lumot berilgan. Xo'p, loyihalarimiz mana shulardan iborat. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Biz aloqadamiz.